Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Buvandagi oktyabrdan 60 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq degan gap nimani anglatadi? Kimlarga tegishli? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Bu mavzu har bir oilaga aloqador. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki pensiya yoshidagi yaqinimiz bor. Eng xavflisi shundaki, bunday xabarlar ko'pincha yarim haqiqat. Noto'g'ri talqin yoki qo'rqituvchi sarlavha bilan tarqaladi. Men bu videoda masalani oddiy tilda hujjat, nafaqa, pensiya, bank kartasi, ijtimoiy yordam va davlat xizmatlari nuqtai nazaridan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam keyin idora yugurib yurmaydi. Avvalo, taqiq degan so'zdan boshlaymiz. Odamlar bu so'zni eshitishi bilan darhol pensionerga pensiya berilmaydimi? 60 yoshdan oshgan odam bankdan pul ola olmaydimi? Davlat xizmatlaridan foydalana olmaydimi? Ishlash taqiqlanadimi deb o'ylaydi. Aslida esa har bir holatda taqiqning mazmuni alohida bo'ladi. Men mutaxassis sifatida birinchi navbatda shuni aytaman: hech qachon sarlavhaga qarab xulosa chiqarmang. Qaysi organ qaror chiqargan, qaysi sana, qaysi toifadagi fuqarolarga tegishli, qaysi hujjat asosida, qaysi xizmat yoki harakat cheklanmoqda, mana shularni tekshirish kerak. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar pensiya olish, bank kartasidan foydalanish, notarial harakatlar qilish, uy-joy oldi sotisida qatnashish, kredit olish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, davolanish uchun imtiyozlardan foydalanish kabi ishlarni umumiy tartibda bajarib kelishgan. Ayrim hollarda faqat qo'shimcha tekshiruv, masalan, shaxsni tasdiqlash, ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma yoki bank xavfsizlik tekshiruvi talab qilingan. Endi nima o'zgargan bo'lishi mumkin? Odatda bunday xabarlar 3 ta yo'nalishda paydo bo'ladi. Birinchisi, firibgarlikning oldini olish uchun kiritilgan tartiblar. Masalan, pensionerning nomidan kredit olish, uyini aldab sottirish, bank kartasidan pul yechib olish holatlari ko'payganda davlat yoki banklar qo'shimcha xavfsizlik choralarini joriy qiladi. Ikkinchisi, ijtimoiy to'lovlarni aniqlashtirish. Masalan, kim haqiqatan ham pensiya olishi kerak? Kim chet elda doimiy yashayapti? Kimning ma'lumotlari yangilanmagan? Kimning hujjatlarida nomuvofiqlik bor? Uchinchisi, ayrim xizmatlarda yosh, salomatlik yoki huquqiy layoqat bilan bog'liq ehtiyot choralaridir. Shuning uchun Bo'rinbecha oktyabrdan taqiq degan jumlani eshitganingizda men sizga shunday yondashishni maslahat beraman. Bu butun pensionerlarga umumiy taqiqmi yoki faqat ma'lum holatlarga tegishlimi? Masalan, 60 yoshdan oshgan hamma odamga emas, balki hujjati muddati o'tgan, shaxsini tasdiqlay olmagan, ishonchnomasi noto'g'ri rasmiylashtirilgan yoki ma'lumotlari bazada mos kelmagan fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Men bu masalani oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, 6-7 yoshli otaxon aka har oy pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Uning pasporti yoki ID kartasi joyda bank kartasi faol, telefon raqami o'z nomida, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlari to'g'ri. Bunday odam odatda hech qanday vahimaga tushmasligi kerak. Agar yangi tartib faqat shaxsni aniqlash yoki xavfsizlik bilan bog'liq bo'lsa, otaxon aka bankka yoki davlat xizmatlari markaziga bir marta borib ma'lumotlarni yangilab qo'yishi mumkin xolos. Endi boshqa misol. 72 yoshli Mahbuba opa pensiyasini o'zi emas, qo'shnisi yoki qarindoshi orqali oladi. Ilgari u og'zaki aytgan, qarindoshi borib pulni olib kelgan. Lekin hozir ko'p joylarda bunday tartib xavfli hisoblanadi. Chunki pensionerning o'zi rozi bo'lganmi yoki yo'qmi? Pul to'liq yetib boryaptimi yoki yo'qmi? Buni tekshirish qiyin. Shuning uchun ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Bu pensionerga qarshi taqiq emas. Bu uning pulni himoya qilish uchun qo'yilgan talab. Agar Mahbuba opa yura olmasa, notariusni uyga chaqirish yoki vakolatli tartibda ishonchnoma rasmiylashtirish mumkin. Yana bir holat. 61 yoshli odam pensiyaga chiqqan, lekin ishlashda davom etyapti. U 60 yoshdan oshganlarga taqiq degan xabarni ko'rib, endi meni ishdan chiqarishadimi deb qo'rqadi. Men aniq tushuntiraman. Pensiya yoshiga yetish odamning avtomatik ravishda ishlash huquqidan mahrum bo'lishini anglatmaydi. Mehnat shartnomasi, sog'liq talablari, lavozim xususiyati, ish beruvchi bilan kelishuv va qonunchilikdagi alohida normalar bo'lishi mumkin. Lekin umumiy qoida shuki, yoshning o'zi har doim ham ishlashni taqiqlamaydi. Agar biror korxona sen 60dan oshding, endi ishlamaysan desa,
Bu holatni hujjat asosida tekshirish kerak. Keyingi misol, 75 yoshli pensioner uyini sotmoqchi. Farzandlari esa endi 60 yoshdan oshganlarga mulk sotish taqiqlanadi deb eshitgan. Bu ham ko'pincha noto'g'ri talqin bo'ladi. Amalda notarius pensionerning shaxsini, hujjatlarini, mulkka egalik huquqini, bitimni tushunib imzolayotganini tekshiradi. Agar odam hushyor, o'z qarorini anglay oladigan va hujjatlari to'g'ri bo'lsa, yoshning o'zi mulk sotishga mutlaq to'siq bo'lmaydi. Lekin agar qarindoshlar bosim o'tkazayotgan bo'lsa, notarius shubhalansa, tibbiy yoki huquqiy layoqat masalasi bo'lsa, bitim to'xtatilishi mumkin. Bu ham taqiq emas, himoya mexanizmi. Bank masalasida ham ko'p savollar bo'ladi. Masalan, 64 yoshli pensioner 1 million so'm kredit olmoqchi. Bank yosh bo'yicha shartlar bor deyishi mumkin. Bu yerda gap davlatning umumiy taqdiq haqida emas, bankning risk siyosati haqida ketadi. Bank kredit muddati, daromad, pensiya miqdori, qarz yuki, sug'urta, kafil yoki garov talablarini ko'rib chiqadi. Masalan, pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, bank 30 million so'mlik kreditni bermasligi mumkin. Chunki oylik to'lov pensiyaning katta qismini yeb qo'yadi. Lekin kichikroq summa, qisqaroq muddat yoki kafil bilan kredit berilishi ehtimoli bor. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lish kerak? Birinchi navbatda hujjatlari muddati o'tganlar. ID karta, pasport, yashash manzili, nikoh yoki familiya o'zgarishi bilan bog'liq ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasa, pensiya va boshqa xizmatlarda uzilish bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Uchinchi toifa uzoq muddat chet elda bo'lgan pensionerlar. To'rtinchi toifa bank kartasi, telefon raqami yoki plastik kartasi boshqa odam nomiga ulanganlar. Beshinchi toifa mol mulkini sotish, hadya qilish yoki ishonchnoma berish arafasida turgan pensionerlar. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Pensiyasini o'zi olayotgan, bank kartasi o'z nomida bo'lgan. Yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlari bazalarda to'g'ri ko'rsatilgan pensionerlar odatda vahima qilmasligi kerak. Lekin men baribir ularga ham profilaktika uchun ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki muammo ko'pincha odam pul ololmay qolgan kuni bilinadi. Undan oldin esa birgina tekshiruv bilan oldini olish mumkin edi. Endi eng muhim nozikliklarga o'tamiz. Birinchi noziklik. 6 yoshdan oshgan degan ibora har doim ham pensioneri degani emas. Ayollar va erkaklar uchun pensiya yoshi, ish staji, imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi tushunchalar farq qiladi. Kimdir 25 yoshda pensiya olishi mumkin. Kimdir 60 yoshdan oshgan bo'lsa ham hali pensiya rasmiylashtirmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yosh va pensiya maqomini aralashtirib yubormaslik kerak. Ikkinchi noziklik. Taqiq bilan vaqtincha cheklov boshqa narsa. Masalan, bank kartangizdan katta summa yechmoqchi bo'lsangiz, bank xodimi qo'shimcha savol berishi mumkin. Bu pulni kimga berasiz? Sizga kimdir telefon qilib pul yuborishni aytdimi? Kreditni o'zingiz olyapsizmi? degan savollar bezovta qilishi mumkin. Lekin bu sizni kamsitish uchun emas, firibgarlikdan saqlash uchun qilinadi. Bugun telefon orqali aldovlar juda ko'paygan. O'g'lingiz avariya qildi, kartangiz blok bo'ladi, kompensatsiya olasiz, kodni ayting degan qo'ng'iroqlar ko'p pensionerlarni zarar ko'rishga olib kelgan. Uchinchi noziklik. Ishonchnoma masalasi. Ko'p oylarda otam menga ishongan, shuning o'zi yetarli degan tushuncha bor. Lekin davlat idorasi yoki bank og'zaki ishonch bilan ishlamaydi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, vakilga hujjat kerak bo'ladi. Ishonchnomada aynan qaysi harakatga ruxsat berilgani yozilishi lozim. Masalan, faqat pensiyani olishga ruxsat berilgan ishonchnoma uy sotishga ruxsat bermaydi. Faqat bank kartasini olishga berilgan ishonchnoma kredit shartnomasini imzolashga yetmasligi mumkin. To'rtinchi noziklik. Pensionerning huquqiy layoqati. Bu juda sezgir masala. Odam yaqin yoshda bo'lsa ham o'tirmagan to'liq layoqatli bo'lishi mumkin. Odam 60 yoshda bo'lsa ham og'ir kasallik sabab hujjat mazmunini tushunmasligi mumkin. Shuning uchun yoshning o'zi emas, odamning real holati muhim. Agar pensioner bitimni tushunsa, qarorni o'zi qabul qilsa, unga bosim bo'lmasa hujjatlar qonuniy rasmiylashtiriladi. Agar shubha bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. 5-noziklik. Pensiya to'xtatilishi bilan pensiyani qayta hisoblash farq qiladi. Ba'zi odamlar pensiyam kamayibdi, demak taqiq qo'yildi deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdori, ish staji, oylik ma'lumotlari, qo'shimcha hujjatlar, indeksatsiya, ortiqcha to'lov yoki noto'g'ri hisob-kitob sabab o'zgarishi mumkin.
Agar sizning pensiyangiz kamaygan bo'lsa, birinchi qiladigan ish shikoyat qilish emas, yozma tushuntirish talab qilishdir. Og'zaki gapga ishonmang. Qaysi asos bilan, qaysi oyda qaysi hisob bo'yicha o'zgarganini so'rang. 6-noziklik, chet elda yashovchi pensionerlar. Agar pensioner uzoq vaqt O'zbekistondan tashqarida yashasa, pensiya to'lovlari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu yerda yashash manzili, fuqarolik, doimiy yashashga ketganlik, bank hisoblari va tasdiqlovchi hujjatlar muhim. Shuning uchun chet eldagi farzandining yo'nida yurgan pensionerlar o'z hujjatlarini oldindan tekshirtirib qo'ygani ma'qul. 7-noziklik, telefon raqami va SMS kodlar. Men buni alohida aytaman. Pensionerning bank kartasi yoki davlat xizmatlari akkaunti boshqa odamning telefon raqamiga ulangan bo'lsa, ertaga muammo chiqishi mumkin. Chunki tasdiqlash kodi boshqa odamga boradi. Pul operatsiyalari nazoratsiz qoladi, firibgarlik xavfi oshadi. Eng to'g'ri yo'l, pensionerning asosiy telefon raqami o'z nomida bo'lsin, bank va xizmatlarda shu raqam ko'rsatilgan bo'lsin, SMS kod hech kimga aytilmasin. 8-noziklik. Ijtimoiy yordam va pensiyani aralashtirmang. Pensiya bu mehnat staji yoki qonuniy asos bo'yicha beriladigan to'lov. Ijtimoiy yordam esa ehtiyoj, oilaviy holat, daromad, reyestr va boshqa mezonlar asosida berilishi mumkin. Biror ijtimoiy yordam to'xtasa, bu pensiya taqiqlanganini anglatmaydi. Masalan, kommunal kompensatsiya, moddiy yordam, nafaqa yoki subsidiya alohida tekshiriladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti amaldami? Familiya, ism, tug'ilgan sana, JS Ashashir, yashash manzili to'g'rimi? Shularni ko'ring. Agar hujjatda xato bo'lsa, bu kichik masala emas. Bitta harf xatosi ham bankda, pensiya tizimida yoki davlat xizmatida muammo keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya ma'lumotlarini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan? To'lovlarimda cheklov bormi? Ma'lumotlarim to'g'rimi deb so'rang. Iloji bo'lsa, og'zaki javob bilan cheklanmang, yozma javob oling. Yozma javob keyinchalik nizoli vaziyatda sizga dalil bo'ladi. 3-qadam, bank kartasini tekshiring. Karta pensionerning o'z nomidami? Muddati o'tmaganmi? Telefon raqami to'g'rimi? Ilovaga kirish xavfsizmi? PIN kodni kim biladi? Shularni ko'rib chiqing. Men tavsiya qilaman. PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, davlat idorasi ham sizdan SMS kodni so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. 4-qadam. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Notariusga murojaat qiling. Qaysi ish uchun ishonchnoma kerakligini aniq ayting. Masalan, pensiyani olish, bankdagi hisobni boshqarish, hujjat topshirish, davlat xizmatlaridan foydalanish, mulkni sotish. Bularning har biri alohida vakolat bo'lishi mumkin. Ishonchnoma matnini o'qimasdan imzolamang. 5-qadam, agar pensiya to'xtagan yoki kamaygan bo'lsa, darhol sababini yozma so'rang. Arizangizda shunday yozishingiz mumkin. Menga tayinlangan pensiya to'lovi qaysi huquqiy asosga ko'ra to'xtatilgani yoki o'zgartirilgani haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank kartasi rekvizitlari va aloqa raqamingizni ilova qiling. 6-qadam, shubhali xabarlarni tekshiring. Telegram, YouTube, Facebook yoki qo'shnilardan eshitilgan gapni rasmiy qaror deb qabul qilmang. Rasmiy manbalar, hukumat qarorlari, vazirlik va idoralarning rasmiy sahifalari, pensiya jamg'armasi, bankning rasmiy axboroti, davlat xizmatlari markazlari. Agar xabarda hujjat raqami, sana organ nomi va aniq matn bo'lmasa, unga ehtiyotkorlik bilan qarang. 7-qadam, oilada pensionerlarni aldovlardan himoya qiling. Men oddiy qo'yda beraman. Telefon orqali pul, karta, kod kredit, kompensatsiya, avariya, jarima, mukofot haqida gap bo'lsa, darhol qo'ng'iroqni o'zing va yaqinlaringizga ayting. Hech qachon begona odam aytgan raqamga pul o'tkazmang. Hech qachon tezroq qiling, aks holda kech bo'ladi degan bosimga uchmang. Firibgarlar aynan shoshiltirish orqali odamni xato qildirishadi. 8-qadam, mulk masalasida ehtiyot bo'ling. Agar pensioner uyini sotmoqchi, hadya qilmoqchi yoki kimningdir nomiga o'tkazmoqchi bo'lsa, avval mustaqil maslahat oling. Farzandlar, qarindoshlar, qo'shnilar ta'sir ostida qaror qabul qilinmasligi kerak. Pensioni o'zi qayerda yashaydi?
Sotuvdan keyin pul qayerda saqlanadi? Yangi uy olinadimi? Shartnomada qanday shartlar bor? Bularning hammasi oldindan ko'rib chiqilishi kerak. 9-qadam, hujjatlarni bitta papkada saqlang. ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, ishonchnoma, mulk hujjatlari, arizalar va javoblar tartibli tursa, har qanday muammo tezroq hal bo'ladi. Ko'p oilalarda muammo shundan boshlanadi. Kerakli hujjat yo'q. Qaysi idoraga qachon murojaat qilingani esda emas. Og'zaki gapdan boshqa dalil yo'q. 10-qadam, agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Masalan, pensiya jamg'armasi bo'limi javobidan norozi bo'lsangiz, yuqori boshqarmaga yozing. Bank harakatidan norozi bo'lsangiz, bankning rasmiy shikoyat bo'limiga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, iste'molchi huquqlari, moliyaviy nazorat organlari yoki sud tartibida masala ko'rilishi mumkin. Muhimi, hamma murojaat yozma bo'lsin. Keling, 3ta batafsil vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. 68 yoshli pensioner ayol har oy 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmagan. Pensiya tushgan, lekin u pulni yecha olmayapti. Qo'shnisi bo'lsa-ki, oktyabrdan taqiq bo'libdi deydi. Aslida muammo taqiqda emas, karta muddatida. Yechim juda oddiy, bankka boriladi, yangi karta olinadi, telefon raqami tasdiqlanadi, puldan foydalanish davom etadi. Ikkinchi vaziyat, 73 yoshli ota uyini nevarasiga hadya qilmoqchi. Notarius ko'proq savol beradi, ota qarorni tushuntirishini so'raydi. Qarindoshlar pensionerlarga mulk o'tkazish taqiqlandi deb o'ylaydi. Aslida notarius bitim qonuniyligini tekshiryapti. Agar ota o'z xohishi bilan bosimsiz hujjat mazmunini tushunib imzolasa, bitim rasmiylashtirilishi mumkin. Agar bosim, aldov yoki tushunmovchilik bo'lsa, notarius to'xtatishi tabiiy. 3-vaziyat. 62 yoshli pensioner erkak telefon orqali sizga kompensatsiya chiqdi, kartangizni tasdiqlang degan qo'ng'iroq oladi. U SMS kodni aytadi va kartasidan 4 million so'm yechib ketiladi. Keyin bankka borib, nega menga taqiq qo'ymadingiz deydi. Mana shu yerda tushunish kerak. Xavfsizlik faqat bankning vazifasi emas, fuqaroning o'zi ham ehtiyot bo'lishi kerak. Yangi tartiblar aynan shunday holatlarning oldini olish uchun kuchaytirilishi mumkin. Men bu misollarni shuning uchun aytyapman. Taqiq degan bitta so'z ortida 10 xil vaziyat bo'lishi mumkin. Kimdadir hujjat muammosi, kimdadir bank xavfsizligi, kimdadir ishonchnoma, kimdadir mulk bitimi, kimdadir pensiya hisob-kitobi bo'ladi. Har birini alohida tekshirish kerak. Xulosa qilib aytaman. 10-oktyabrdan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga oid tarqalayotgan har qanday taqiq xabarni vahima bilan emas, hujjat va aniq tartib bilan tekshirish kerak. Pensionerlarning asosiy huquqlari pensiya olish, mulkka egalik qilish, bank xizmatlaridan foydalanish va murojaat qilish huquqi shunchaki sarlavha bilan bekor bo'lib qolmaydi. Lekin hujjatlar noto'g'ri bo'lsa, ishonchnoma bo'lmasa, bank xavfsizligi buzilsa yoki ma'lumotlar bazada mos kelmasa, vaqtincha cheklov va qo'shimcha tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ishlar: hujjatlarni tekshiring, pensiya ma'lumotlarini aniqlang, bank kartasi va telefon raqamini tartibga keltiring. Ishonchnomani qonuniy rasmiylashtiring, shubhali xabarlarga ishonmang va har qanday muammoda yozma javob talab qiling. Sizning oilangizda ham shunday vaziyat bo'lganmi? Pensiya, bank kartasi, ishonchnoma yoki hujjat bilan bog'liq muammoga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa 60 yoshdan oshgan ota-onalarimiz va pensionerlarimiz uchun juda muhim.